Borlaringga shukr aka-ukalar, kechadan beri qancha odamlar trevoga qildi, nima qildilaring? Biz yordamga tayyormiz deb, mana opamizni uylari va yonlaridan kechadan beri trevoga qilib bir katta brigada mana o'sha birinchi g'ishlarini qo'yib ko'tarib ham tashashdi. Aka-ukalarimiz mana g'ish-pishlari nima kamchiligi bo'lsa do'stlar, hammasini gazini bosyapti. Shahob akamizga ham rahmat. Shahob aka, qanday bo'lyapti endi? Yaxshi, zo'r hammasi. Ustalarga ham rahmat, xalqimizga, obunachilarimizga, kuzatuvchilarimizga ham rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatlab, mana shuncha nima darajaga erishdik uchun buni Xudo xolasa ichlarini oxirigacha kuluch qilib, gilamigacha, patologigacha, mebeligacha, bitavoy texnikasigacha qilish niyatimiz bor, girdini agrajdeniyasi bilan. Gap yo'q. 3 xonali uy bo'lyapti endi. Xudo xolasa bu yerga 3 xonali uy, hamma sharoiti ichiga, bani, kuxnisi ichida chiroyli, hammasi zamonaviy, talabga javob beradigan uy qilib qilamiz degan niyatdamiz. Uy qurilishini davomini do'stlar Boysun Live'dan ko'rib kuzatishlaring mumkin. Borlaringga shukr, kartalar ekranda turibdi. Poddeshkani davom etkazamiz.